DBS sistemasi ishga tushdi. Bu bo'yicha bemalol sotsanglar bo'ladi. Kimlargadir qulay bu narsa, chunki katta gabaritli tovar sotadi. O'shaning uchun bemalol mana shu sistemada sotsa bo'ladi. Misol uchun bir xil bor, akkumulyator sotmoqchi, mashinaning akkumulyatori, bemalol akkumulyator ham sotsa bo'ladi, yaxshi ketadigan tovar. Keyin mana spets texnikalarni, katta shinalari, misol uchun KAMAZlarniki, ana o'shalarni ham bemalol sotsa bo'ladi bu sistema orqali. Mana DBS sistemasi orqali mana zakaz kelib tushgan, qatga zakaz qilish kerak, qatga dastavka qilib berish kerak. O'shalari aytilingan bo'ladi, telefonlari ham bo'ladi buni. Qatdan ko'rishlarni, to'liq videolari kerak bo'lsa, Telegram kanal qoldiraman videoni tagida. O'sha Telegramga yozsanglar, to'liq videosini tashab beraman, lekin tekin emas, pulli. Pul oldindan to'lanadi, kartaga to'langandan keyin to'liq videosi tashab beriladi. Qanaqa ishlashi tushuntirib beriladi. Bu yoqda hozir qisqacha tushuntirib beraman. Tak, uzun marketdagi ko'rinishini ko'rib oqamiz. Mana nastroyka qilingan sklad 3-5 kun ichida dastavka qilib beriladi deyilyapti. Sizlar o'zingizga kerakli bo'lgan vaqtda belgilasanglar bo'ladi. Misol uchun 10-15 kun, 20 kun misol uchun bemalol belgilasanglar bo'ladi. Mana punkt видео не работает deb yozib qo'ygan. DBS sistemasida shunaqa punkt видеоlar ishlamaydi, sklad ishlamaydi. Uzun market bu yoqda faqat OLX ga o'xshagan doska объявление bo'lib beradi. Bu yoqda sotilinganidan faqat komissiya olib qoladi, bo'ldi. Hech qanaqa logistika to'lovlarini olib qolmaydi. Sotuvdan faqat komissiya olinadi. Klient bilan hech qanaqa gaplashmaydi. Buni sotuvchining o'zi gaplashadi. Mana podrobniyni bosib ko'ramiz bu yoqda. Podrobniyda ham aytib o'tgan bu haqda. To'lovlari faqat karta orqali rassrochkaga ishlaydi deyilyapti. Keyin konkretniy vaqti joylarini kelishib olish kerak deyilyapti bu yerda. Dastavka qilinadigan joylarni. Dastavka qilinadigan joyi va vaqti. Keyin sotuvchining o'zi yoki kuryeri yetkazib beriladi deyilyapti bu yerda. Klientga ma'lumot berib o'tilyapti. Понятно. Так, tushunarli. Mana DBSdan zakaz mana shunaqa qilib tushadi. Keyinchalik mana bu yo'liga o'tadi. Buni ham pul tushirishi sal boshqacharoq. Agar u ishlarni qilmasanglar, pul kelib tushmaydi sizlarga. O'sha taraflari ham bor. Bu aytganimdek pulli videoda aytilingan. Pulli videoda bemalol ko'rib chiqib o'rganib olsanglar bo'ladi bu sistemada ishlashi. Katta misol uchun mebellarni ham sotsanglar bo'ladi. Misol uchun shkaflar. Keyin detskiy mebellar ham yaxshi ketadi. Misol uchun karavati, keyin shkafi, stuli, ana o'shalar ham yaxshi ketadi. Katta shkaflar hozir misol uchun FBOda va FBSda sotish mumkin emas. DBSda bemalol bunaqa narsalarni sotsa bo'ladi. Shuning uchun bunaqa katta gabaritli tovarlar uchun DBS sistemasi yaxshi. Katta matraslar bor, misol uchun katta shkaflar bor. Aytganimdek akkumulyator, keyin spets texnikalarni shinalari bor. Ana o'shalarni ham bemalol uzun market orqali sotsa bo'ladi. Bularni ketma-ketliklarini to'g'ri qilish kerak. Agar ketma-ketliklarni to'g'ri qilmasanglar, pul sizlarga kelib tushmaydi. Klient atmay qorishi mumkin. O'shaning uchun buni yaxshilab o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, to'liq videoda tushuntirganman, Telegram qoldiraman. Video tagida bemalol yozsanglar bo'ladi. Videoga like bosinglar, kanalga podpisatsiya
podpisatsiya bosib qo'yinglar. Instagram kanalim bor, unga ham podpiska bo'lib qo'yinglar.